Assalamu alaykum ota-onalar, hammalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Hozirgi davrimizda har birimiz ota-ona bo'lish sübutimiz bilan farzandlarimizningki kelgusida zodi qandaq insonlardan bo'lishi, qandaq hayot yashashi to'g'risida xeyli cho'ng mas'uliyatimiz borligini bilib yetdik. Ham shu mas'uliyatning hududisidan eng yaxshi shaklda chiqib, o'zimizningki barligimiz bo'lgan shu bolalarimizni kelgusida aqidalik, vijdonlik, o'zini o'zi kontrol qila oladigan, muloyim, kishilik munosabatga mohir, o'zining ham boshqalarning his tuyg'ulariga e'tibor beradigan, ota-onasiga vafodor, o'ziga ishonadigan, mas'uliyat tuyg'usi yuqori, qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, tavakkülçi, mustaqil, erkin fikrlik bo'lish degandek, mushta go'zal kishilik xarakterlarga ega bo'lishni, muvaffaqiyat qozongan insonlardan bo'lishni orzu qilamiz. Gerçi farzandlarimizniki kelgusi zodi qanday insonlardan bo'lishi 100% bizga bog'liq bo'lmasimi, biz ota-onalarga, oilaga bog'liq bo'lmasimi, bizningki kunlik turmushda qandaq sharoit hozirlab berganimiz, ular bilan qandaq kishilik aloqa qurganimiz, cho'ng kichik masalalarga qanday hal qilganligimiz, o'zimizning turmush odati ham kishilik xarakterimiz bolalarimizniki kelgusi qandaq odam bo'lishiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Davrimizda ilmlarning turlarga oylab tadqiq qilinishi bilan keyin-keyindan shu menga psixologiya ilmlari bilan birlashgan farzand tarbiyasi ilmi bag'ansa taraqqiy qilib, nurg'un kishilar ongli holatda o'zining bolalarining balliq davrida hattoki buvoqliq va homiylik mazgildan boshlablam shu bolalarga ota-onalar o'ziniki zehnini, vaqtini, boyligini atash orqali nihoyat unumli holatda, ongli holatda farzandlarini tarbiyalashga tirishadigan bo'ldi. Dunyodagi eng qiyin ishlarning birisi inson bolasini cho'ng qilish, tarbiyalash bo'lishi mumkin. Hayotlikning qonuniyatini bizdan o'rganadigan bolalarni tarbiyalayotgan vaqtimizda biz yana o'xshash vaqtda bir xizmatchi, ishchi, bir ayol, bir bir oshpaz yoki bir tozaliq ishchisi, ya'ni ba'zida bir oila doktori, ba'zida bir oila psixologi degandek nurg'un rollarni o'taymiz. Hem ota-onalik rolimizni, hem boshqa xilma-xil rollarni bir vaqt o'tash ba'zida bizni qattiq charchatadi, kontroldan chiqaradi, o'zimizni unutildirdi, yana ba'zida bu ishlarni ko'ngildagidek qilolmasligimiz sababidan o'zimizni umidsizlantirib, o'zimizni ayblashimiz sabab bo'ldi. Bo'libmi bizniki kontrol qilishimiz eng qiyin bo'lgan ko'z oldimizga narsalarning qiliqlari, ular bilan bo'lgan munosabat yoki ularda yuz bergan masalalar, ularning kayfiyat davolg'ishlari bizni haqiqatan chorasiz basramjon qilishi mumkin. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bizniki niyatimiz, maqsadimiz aniq, ham shu niyat maqsadga yetish uchun biz bor bo'lgan imkoniyatlarimizni tayinib tirishayotgan bo'lsak, biz eng yaxshi ota-ona, garchi ba'zida xatolik o'tkazsakmi. Biz o'zimizning insonligimizni mukammal bo'lishimizni mumkin emasligini, ammo yanılan barlığımız üçün haqiqiy tirishishimiz kerakligini bilgan mas'uliyatimizni ado qilishga tirishgan vaqtimizda biz eng yaxshi ota-ona, garchi ba'zida yaxshi qilolmasakmi. Seyirlik rishti ana bolalar to'rmaktimiz o'rlashtirgan angliq ana yetakchisi tadbiqlash birlashgan tur kursimiz mushu o'z mas'uliyatini eng yaxshi shaklda ado qilib farzandlariga to'g'ri bo'lgan hayot darsini berishni xohlaydigan onalarga yordam qilish uchun aytilmoqchi. Bo'libmi balog'at yoshidan kichik bo'lgan farzandlar bo'lgan onalar bizningki hayotimizda uchragan cho'ng kichik masalalarga qanday yo'zilnish, o masalani qanday hal qilish, har bir masalani shu bolalarningki hayot uchun bir to'g'ri bo'lgan, manfaatli bo'lgan, qimmatli bo'lgan bir hayot darsi chiqarishga xizmat qildirishga biz yetakchilik qilish uchun aytyapmiz. Siz bir ona bo'lish sifatingiz bilan, sizning vazifangiz faqat o bolalarningki cho'ng bo'lishiga hamroh bo'lish, ularningki moddiy ehtiyojlarini qondirish yoki tezroq cho'ng qilib, ularni o'y-o'chaqlik, xizmatlik qilishdan iborat bu mas'uliyatdan qutulish emas. Bolangiz sizga qarshi chiqqan, joyillik qilgan, o'zining kayfiyat kontrolligini yo'qotgan vaqtlarda amaliyotda sizning yordamingizga eng muhtoj. Mayli boshlang'ich maktabdagi bolangiz o'qishni urgan bo'lsin, topshiriq ishlashni rad qilgan bo'lsin, yoki kichik yoshdagi bolangiz tanlov bozorining o'ttirsida men mushuni olaman deb bir narsaga eslab yerda o'ltirib yig'lagan bo'lsin. 3 yoshga kirmagan bolangiz karton ko'msam tomoq yemayman degan bo'lsin. Hadisni chechin tatib uni yig'latgan bo'lsin. Mayli qandaq masala bo'lishidan qat'iy nazar, eng avval bularning hech qaysi sizning xatoligingiz emas, ammo lekin sizning jazosiz, tahdidsiz, azorsiz mushu bolalarga mushu paytda bir to'g'ri dars beradigan eng muhim fursatingiz. Mana shularga o'xshash kunlik turmushdagi talay masalalar, aloqa fursatlari orqali siz
balalaringizniki mas'uliyat tuyg'usini, o'zini kontrol qilishni, qoidaga bo'ysunishni, vijdonni, boshqalarga hesdashlik qilishni o'rgatalaysiz. Ya'ni ular bilan bo'lgan yashab o'tib ketish emas. Ya'ni ular bilan bo'lgan hayotda faqat yashab o'tib ketish, ularni cho'ng qilish emas. Har bir yashashning, har bir anning, ya'ni har bir daqiqaningki ta'mini qiyin sharoitlardan tetib, uningdan bir ma'no chiqarib yashay olasiz. Biz sizga qo'pollik, vaqirash, talashish, tahdid, jazo qatorliq ziyonli usullardan borgan sari faqat tashlashla emas, balki shu damlik masalani hal qilish bilan birga uningdan bolaga qandaq bir xarakter darsi berishni o'rgatamiz. Shular orqali qandaq bir xarakter darsi berishni o'rgatamiz. Balki men qandaqmi bunda usullarni biraqlam tashlab etalay. Odam jiddiylashgan vaqtda kayfiyat yaxshi bo'lmagan vaqtda haqiqatan o'zini tutib ololmaydi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Nayt to'g'ri. Bu hammamizda yuz berdi. Dal mushuni qilish, ya'ni mushundaq biz o'zimizni qiyin sharoitda tutib olishimiz, aniq holatda harakat qilishimiz qiyin bo'lg'achqa, biz dal mushu qiyinchilikqa jang e'lon qilamiz. Biz mana mushuni günimiz. Siz bolalaringizni kontrol qilayotgan sizni ham, sizning bolalaringizni kontrol qilayotgan meningiz o'rganish ham o'zgarishga har qachon moyil. Biz sizga o'rgatilgan taktikalarni qayta qo'llanish orqali siz o'zingizning odatini, o'zingizni, bolangizni o'zgartira olasiz. Hatto uning kelgusiga zo'r ta'sir ko'rsata olasiz inshaalloh. Bu kursniki sizga mos kelish kelmasligidan gumon qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu kursniki tadbiqlash qismi nihoyat muhim. Tadbiqlash qismi taxminan 2 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan yoki 2 yoshdan balog'at yoshigacha bo'lgan bolalar bo'lgan onalarga mos keldi. Agar bu vaqt bolangiz, ya'ni 2 yoshdan kichik bo'lgan bolangiz bo'lsa, ba'zi usullar mos keldi, ba'zi usullar mos kelmasligi mumkin. Albatta baldir o'rganib qo'yganning foydasi bor, ham bu darslardan, videolardan keyingi vaqtlar yana foydalana olasiz. Bizning hozirgi davrimizda har sohaning kasb ahlari bizning munosabatli kishini muvaffaqiyat qilishimizga yordam berdi. Ya'ni bizningki oyda tok yo'limizda chataq chiqsa, tokchini izlaymiz. Muzika o'rganmoqchi bo'lsak, bir usta muzika o'qituvchisi izlaymiz. Bir torbat yasatmoqchi bo'lsak, yumshoq detal injinerini izlaymiz. Endi biz balığa nisbatan, ya'ni balık ana bo'lgan, dada bo'lgan, ya'ni ana deylik, bizning kurs analar uchun bo'lgan ekan. Ana bo'lgan vaqtimizda bu balani ham aramızdagi munosabatni, uninki hozir ham kelgusini biz arzu qilgandek bo'lishni arzu qilamiz. Ya'ni bu arzu qilgankamiz albatta bundan bizga yordam beradigan bir manba bo'lishi kerak. Biz anliq safarimizda ba'zida xilma-xil masalalarga yo'liqamiz. Ba'zida biz o'zimizningki ko'ngan usullarni to'g'ri deb qilib xato yo'lda mengayverishimiz mumkin. Ondan bolamiz ma'lum bir yoshga kelgan chaqda bo'libmi bu masalalar balkim balog'at yoshiga yoki balog'at yoshidan yangi o'tgan yoshlik davri kelganlarda o'ttirg'i chiqishi mumkin yoki u bola u vaqtlardan ko'rinmay yangi bir oila qurgan vaqtda o'zining oilasida chiqishi mumkin. Bir masala kelib chiqishi mumkin. Shunda bo'lgan ekan biz bundaq cho'ng kichik masalalarda hozirgi hayotimizdagi bola bilan bo'lgan hayotimizdagi cho'ng kichik masalalarda to'g'risini izlanishga, o'rganishga, qo'llanishga ehtiyojliq. Ya'ni balkim biz 20 yosh, 30 yosh, 40 yosh bo'lsak, biz mushu 20, 30, 40 yillik o'zimizni o'zgartirishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Agarda biz bu ota-onalik safarimizga, onalik safarimizga nishonimizni to'g'ri bekitamasak, o'zimizning nishonini, bolalarimizni qanday tarbiyalash to'g'risidagi maqsadimizni aniq bekitamasak, u vaqtda balda abay degandek ashtaq masalalar ko'rib qilish mumkin. Ba'zida uning bolalarga yetish vaqtini saqlashning hojati yo'q. Hattoki hozirgi vaqtlar bolaninki qiliqlarida, ruhiy holatda, xarakterda ba'zi benormalliklar ko'rilishi mumkin. Bizning kundalik turmushdagi masalalarda masalan bolaninki men yana birdam ko'rib olay deb qiqaslar bilan ikrarlar bolalarga soatlab hukmronlik qilib olsa, ondan ko'zi ko'ringan chiroyli ko'ringan o'yinchoqlarni cho'qim apirsa deb yolvorib turib olsa, ondan u ba'zida o'zining kontrolligini yo'qotib qiyochi qilgan vaqtda ondan biz o'zimizni tutolmay xuddi uningdan betar chilbirlashib, yovuzlashib ketsak, ondan ba'zida qildan qiyiq ketgan xatoligini yoki bir kechiktirayotgan ishlardan keyin bir gap bilan bo'lsa-mu bolani chiqib izdan yerga urib olsak, haqni oldidagi bizning 5 minutlik yuz obro'yimizni deb u bolani haqni oldida jidal qilganlik uchun uning shapqasini muomala qilib yuz obro'yini deb sanda qilsak, u bolaninki oqtaq chiqqisi bor.
ham chiqa oladigan bo'lsa, ammo biz yo'q, ko'ktoq yaxshi, ko'ktoqqa chiqishing kerak deb uning qiziqishidan, orzusidan, ham qobiliyatini namoyon qilishdan mahrum qilsak, anda bu izzat ko'rmagan bola bag'on siri 10 necha yil baqqan biz bilan yodlashib, sirtdan taladan yiqilliq, hurmat ish pushqa izlasa, ya'ni eng az bo'lgan vaqtda biz ota-onasiga bo'lgan hurmati, ishonchi xazon bo'lsa, shu kichkina yegan bolaligida yegan azorlar qalbiga o'rnab, o'zining keyingi avlodlarga miros qolsa, biz yetildirishga yordam bo'lgan shu xarakterlar hayotiga shunchalik bevosita ta'sir ko'rsatsa, yoki bular aksicha go'zal bo'lsa, albatta bular faqat misol. Undaqda bizningki rolimiz, vazifamiz, mas'uliyatimiz albatta oddiy emas. Ya'ni biz anlar uchun, ya'ni hozirning o'zida eng muhimi kirimlarni qanday qilish, kiyimlarni qanday moslashtirish, uyni qanday yasab tutish, murosimlar qanday yasanib berishdan iborat bunday masalalar bo'lmasligi kerak. Balkim siz nihoyat aldirash, ya'ni bizning bu darsimiz haftada bir qitim bo'ldi. Taxminan 2 soat atrofida bo'lishi mumkin. Haftada bir qitim qatnashga vaqt chiqarmasligingiz mumkin. Haftada bir qitim, ya'ni bu sizning ideyangiz bo'yicha har haftada 2 soat balam uchun, balamning kelgusini qurish uchun bunday vaqt chiqaramayman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin haftada bir qitim faqat 2 soat ondan o'rganganni qayta tamoq atkash, boshqa ishlarni qilgash anglasangiz bo'ldi. Ondan anglagan qulqingizga kirgan narsa bag'ansir mingizga o'rnashib, bolangiz bilan bo'lgan munosabatda qayta kallangiz namoyon bo'lib, buni bolangizga o'zingizga aranglardagi munosabatdagi masalalarda bag'angiz tatbiqlaysiz. Ondan balkim bunday ishlarga men o'zimning zehni berolmayman, o'zimningki amaliy ish harakatimni o'zgartishim, o'zimningki ko'ngan yoshirinimdan kelgan avtomatik inkaslarni qayirib, ya'ni angliq holatda harakat qilishim nihoyat qiyin, rohat bo'lgan hayot ritmimni o'zgartirish bak qiyin deyishingiz mumkin. Ya'ni boy degandek, biz qiyinchilikdan qo'rqsak, o'zimizning o'zgarishidan, ya'ni yangilikqa yuzlanishdan qo'rqsak, u vaqtda biz bolalarimizga yana ta'sir ko'rsatmaymiz. Bu safarimizda balki muvaffaqiyat qozonmasligimiz mumkin. Shunga yana angliq holat harakat qilishga, to'g'ri bo'lgan usullarni tatbiqlab, shuni hayot mizonimiz qilib, turmush odatimiz qilib yetildirishimiz biz uchun eng yaxshi tanlash bo'ldi. Bu kursda biz sizga nurg'un narsalarni o'rgatamiz, ham bolalaringizga o'rgatish kerak bo'lgan narsalarni o'rgatamiz. Ya'ni bolangizga mundaq o'rgating deb o'rgatamiz. Balkim siz o'zingiz uchun yoki oilangiz uchun ingliz tili, german tili qatorliq tillarni yoki boshqa hozir toza oqadigan pul topqili bo'lgan kasblarni o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin yoki jon tikib xizmat qilib pul topayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni amniyatda bolalaringiz bir inson avlodi bo'lish sifati bilan o'ziniki keng hayotligi, keng oilasi ham u o'zining keyingi necha avlodlar uchun o'zininki insoniy tuyg'ularini, ya'ni o'zining achchig'ini, hasratini, mag'lubiyatini, hayojini, umidsizligini degandek bundaq tuyg'ularni qanday bir taraf qilishni o'rgatishingizga hamma demak ehtiyojli. Ya'ni o'zining ruhiy holatini qanday qilib tangpon holatda saqlashni o'rganishga ehtiyojli. Bundaq iqtidorlarni biz bilamiz maktablar o'rgatmaydi. Ya'ni bu iqtidorlar asosiy jihatdan bolaninki 0 yoshdan 3 yosh yoki 6 yoshgacha, uzun bo'lganda 6 yosh bo'libmi 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrlarda yetiladi, uning keyindan 6 yoshgacha, ondan balog'at yoshigacha davom qiladi. Biz bu iqtidorlarni kundalik turmushda o'rgatmasak, har qanday maktabda o'rgatmaydi. Ya'ni bu iqtidorlar xuddi jip bilan to'qqandek nihoyat asta yetildirishimiz zarur bo'lgan insoniy iqtidorlardan, ya'ni bolaninki o'zini boshqarishi, o'zini boshqalarga hissdoshlik qilishi, so'z qilish san'ati, tirishchanlik, o'zini so'yish, nafsini yig'ish qatorliqlarni sanash mumkin, boshda sanab o'tganga o'xshash. Ya'ni xuddi siz bilan biz bayqagandek ruhiy jihatdan ancha pishib yetilmagan ota-onalarning bolalari bo'lgan bizlar bu o'zimizdami kamchil bo'lgan iqtidorlarni, ya'ni hissiy iqtidorlarni amaliy holatda, avtomatik holatda bolalarga nihoyat osonlam o'rgatolmaymiz. Buningga tirishishimizga, o'zimizni o'zgartirishimizga, ozroq kuchishimizga to'g'ri keldi. To'g'ri deysiz. Sizmi, bizmi unda yomon tarbiya ko'rgan bir insonlardan emas, bizmi xeyli yaxshi tarbiya ko'rgan. Lekin shundaqdimi ota-onamizning davridagi sharoitlar tufaylidan ro'y jihatni pishib yetilishimiz yetarlik bo'lmagan. Ya'ni masalan bo'libmi, ya'ni shu ro'y jihatini aytganda o'zimizning achchig'imizni, noroziligimizni, azobimizni, hissdoshligimizni, minnatdorligimizni, o'zimizning ehtiyojlarini qanday ifodalashni to'g'ri shaklda hozirgacha o'rganolmadik. Buningki ziyonni
hozirgacha tatyapmiz, o'zimizning oilasida ham farzandlarimizni tarbiyalash jarayonidami buning ziyinini hilma ham tatyapmiz. Endi bu davrda, ya'ni hozirgi davrimizda bo'lsa, onalarimizga bizning o'zimizning onalarimizmi farzand tarbiyalash uchurlariga erishgandan keyin haqiqatan ayni vaqtda o'zi o'tkazib qolgan xatolarga pushaymon qildi. Masalan, mening opammi bolam biz farzand tarbiyalashni bilmabdik ekan. Kaşki endi qaytadan balalarni tarbiyalab chiqqan bo'lsaqchu dedi. Ondan boshqa do'stlarimmi degan bo'ldi menga. Ota-onasi mom bu bo'lganda o'zlaridan ilgari qilgan balları qilgan xatoliklar tufayli kechirim so'raganligini aytdi. Haqiqatan bizning ota-onalarimiz shu davrimizdagi, shu yerdagi balkim nurg'un ota-onalardan yaxshi tarbiyaladi bizni. Yani qo'ldan kelguncha bizni yaxshi tarbiyaladi. Ammo yetersizliklarni kechikib his qildi. Hamda o yetersizliklar o'rniga kelmadi. Masalan, balkim biz uning uchun nurg'un tirishchilik ko'rsatishimizga, psixologlar ko'rinishimizga zarur bo'ldi. Masalan, bizmi bir ota-ona bo'lib qoldik birdamda. Bizmi kelgusida shunday bir pushaymon qilmaslik uchun hey bolam bunda bo'lib qopti, asli bunda qilgan bo'lsam-chu, azroq tirishsam bo'lsam-chu, bunda ma'noslarni o'rganishning o'rniga yoki bo'lmasa maaşlarga ko'ngil bo'lishning o'rniga balamni haqiqiy ruhiy jihatdan sog'lom tarbiyalashga, kuchashga o'zimni atagan bo'lsam-chi deb pushaymon qilishimiz mumkin. Ya'ni shunda pushaymon qilmasligimiz uchun biz bolalarimizni haqiqiy so'ysak, ularningki faqat bugungi vaqtlik xo'shalligini, vaqtlik maktabdagi muvaffaqiyatlarini ko'zlamasdan shu bolalarimizning kelgusi uchun emas, balki ularning keyingi avlodlarimiz uchun nurg'un iqtidorlarni o'rgata olamiz ham o'rgatish uchun tirishishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni biz hozirgi davrda nayt ko'p anglaymiz. Yani balaga mundaq muomalani qilsak bo'lmaydi degandek umumlashgan ko'rsatmalarni bek ko'p anglaymiz. Masalan, balani jazolasunmaydi, balaga tahdid solsa bo'lmaydi, balani qo'qqisi bo'lmaydi, vaqirsi bo'lmaydi degandek gaplarni ko'p anglashimiz mumkin. Anglaganda bu jihatdan bu bizga ma'lumot bo'lib, diqqat qilgan bo'ldik. Yana ba'zida biz bilib tursaqmi, bularning ba'zisini sadr qilib qolamiz inson bo'lish sifatimiz bilan. Bularning bir sababi, yani har xil sabablar bor albatta. Bularning bir sababi biz balaga shunday muomala qilgan vaqtda balamizningki meng'isida ham bizning mengimizda qandaq o'zgarishlar bo'lganligini, ya'ni zot qandaq qilib balaga ziyonli bo'ladi, bizning mengimizda qandaq ishlar bo'ldi, balaning qandaq ishlar bo'ldi. Shu balaninki biz ko'rolmagan ruhiy ham mengisiga bular zot qandaq ta'sir qilganligining ilmiy javobini biz texi bilmaymiz. Buning mantiqini haqiqiy tushungan vaqtimizda sizga o'zingizni kontrol qilib aniq harakat qilishimiz texmi osonlashadi. Bu qitimliq angliq ana yetakchisi kursimizning dars mazmunlariniki temalari mundaq. Bu har bir temaning ichida nurg'un texmo kichik bo'lgan mazmunlar ham qo'llanilgan amaliy texnikalar, bolalar bilan aloqa qilish sanatlari, so'z qilish usullari ko'rsatilgan. Bu mazmunlarning temalarining birisi, birinchisi farzandlarimizning kelgusida qanday bir inson bo'lishini orzu qilamiz. Ikkinchisi o'zimizning nishonga yetish yo'lidagi to'salg'ular, angliqlik, sharoit ham badal. Uchinchisi farzand tarbiyasidagi o'zgarmas qoidalar. To'rtinchisi farzand tarbiyasiga farzandlarimizni yaxshi tarbiyalashimizga yordam qiladigan pedagogika, psixologiya va men ilmlarininki yordami. Undan keyin bolalarningki biz tarafimizdan kutadigan insoniy ehtiyojlari. Ondan avval o'zingiz ham bolangizning meng'isini tushuning, men ilmiga asosan farzand tarbiyalash, onlarning ruhiy holati va angliq harakat qilish, bolani hissiy jihatdan pishirish, bola ruhiy jihatdan tangpunlikni yo'qotganda, bola bilan aramizda to'qinish yuz berganda, ishga yaraydigan cheklash orqali bolangizga mangulik yordam qiling, ya'ni intizom va chek-chegara bekitish, qoida bekitish, to'g'ri bo'lgan cheklash usullari, qarindoshlar orasidagi to'qinishni hal qilish, o'ziga ishonadigan tavakkulchi bola, o'zining ham boshqalarning his tuyg'ulariga e'tibor beradigan bola, mustaqil, erkin va o'zini kontrol qila oladigan bola. So'zlarning sehriy kuchi, ya'ni aloqa san'ati, buning ichida buyruq, ayblash, tahdid, takrorlash, ko'p gap qilish, ko'p gap qilib dars berish yoki rag'batlantirish, oqibatni xabardor qilish, vijdonni g'idiqlash, hesdashlik qatorliqlar. O'yin o'ynashning ilmiy haqiqati va san'ati, balla hayotida uchraydigan ikki cho'ng xatar, birisi jamiyatdagi yomon do'stlar, yana birisi elektronlik ekran xumarligi. Oxirgisi tex kechikmadingiz, o'zingiz ham bolangizni o'zgartirishga har vaqt fursatingiz bor. Bu qitimliq kursimiz
10 haftalik kurs, ya'ni 10 qitimliq kursni o'z ichiga oldi, darsni o'z ichiga oldi. Har haftadanki kursantlarga eng muvofiq bo'lgan bir kunida, bir vaqtda haftada bir qitim dars bo'ldi, taxminan 2 soat atrofida. Bu nazariya darsidan boshqa biz bolalar bilan bo'lgan aloqada qanday taktikalarni ishlatamiz, nazariyani qanday amallashtiramiz, qanday ahvolda qanday usullarni qo'llanamiz, qanday tanlash fursatlarimiz bor, buni nimaga tanlaymiz, bular to'g'risida tafsiliy to'xtalamiz. Ham hafta ichidagi dars yo'q vaqtlarda biz bu taktikalarni bolalarga qo'llanishga tirishimiz, shuni qayta tatbiqlash orqali buni amaliy odatimizga aylantirishimiz. Ya'ni faqat 10 haftalik. Agarda onlarning fikri birlashib kelsa, 10 haftalik darsni biz 5 haftalik qilib, har haftada 2 qitimni qilsakmi bo'ladi. Biz vaqti, darsning aniq vaqti va 5 hafta yoki 10 hafta bo'lishini onlar bilan birlikda bekitimiz. Darsga tizimlatmoqchi yoki ma'lumotlardan xabardor bo'lmoqchi yoki boshqa fikr takliflaringlar bo'lsa, ya'ni men bilan bevosita aloqalashsanglar bo'ldi. Ya'ni eng oxirgi deb qo'ydiganimiz bu darsxona, ya'ni bu kurs faqat onalarga xos. Albatta, ona bo'lish oldidagilar yoki texi to'y qilishini ishiga yetgan, lekin to'y qilmagan xonim qizlar bo'ldi. Demoqchi bo'lganim, erlar, dadalar uchun emas. Hammalarga Alloh omonat.